Buni ham o'sha 8-etaj qilib betonni tugatamiz. Mayna oxirigacha. Ha, may oxirigacha. Bu bizani prorabimiz, obyektimiz ana. Men buni qachon boshladik? Bu eng oxirgi boshladik. Bu anu shahar bedarvozamiz ekandi, bu hammasini anu akkuratni qil, kuniga 2 mahal kelib tekshirib, men tozaligiga chiqaryapti direksiya. O'shanga anu hamma qasha qilib qurolmadik. Shuning uchun bularni qurib olgandan keyin buni boshladik. Qancha bo'ldi dedik? 1,5 oy bo'ldi. 1,5 oy. Lekin may oxirigacha buni ham o'sha 8-etaj qilib betonni tugatamiz. Mayna oxirigacha? Ha, may oxirigacha. Birinchi mana saqich qilinyapti. Undan keyin penaplex, undan keyin mana membrana qilinadi. Hammasi anu kitobda 3 qator yozganmiz, 3 qator qolmas anu. 2,5 qator tam bu narsa nima bo'lsa shunaqa. Tushunishimiz bo'yicha mana bu magazin hozir. Birinchi etajli nijiloy hammasi. Hammasi. Birinchi etajli banalligi ham 408 mi? Shunaqa. Ikkini ham banalligi qolgandan baravar. Sotuvchi chiqqan bo'ladingiz? Yo'q, birinchi etajdan sotuvga chiqmaganmiz.